Okalar, narx-navoga nima bo'lyapti? Yer bilan bitta bo'lyapti-yu. Hozir men sizlarga arzon narxda mana shu brachishkani ko'rsataman. 2015-yil 258 ming probeg. Ikkinchi paysi mexanika. Mashinamizning holati zo'r bo'lib turibdi. Mashinada bor narsalar 4 ta yaxshi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Medikal pultlari bor. Kraskasiga kelsa, kraskasi bitta dona mana shu pastdagi parokida bor ekan. U ham mana masjidgacha bo'lgan ekan. Qolgan joylari hamma yog'i top-toza. Ko'rishingiz mumkin. Sostenasi zo'r bo'lib turibdi. Hozir masalan salonlarni bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mashinamizning salonlari yaxshi chexollar taqib qo'yilgan, zo'r holatda bo'lib turibdi. Torpedkalari, ashkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning holati zo'r bo'lib turibdi. Okalar, 2015 258 ming yurgan, $4300. Siz telefon qilib bosib olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Xo'p, mashinalarni sotmoqchi bo'lsanglar, e'lon berish bepul, naqd pul desanglar, naqd pulga olib qolamiz. Bemalol telefon qilib bosib olaveringlar.